Alo. Aka, uzr, bezovta qilmadimmi? Yo, bemalol tinchlikmi? Nuriddin bilan Hirorga ishga chiqishmadi. Telefon qilsam ko'tarmayapti. Yo, nimaga chiqishmaydi? Hozir o'zim telefon qilib ko'raman. Aka, bugun dam olyapman. Kecha shuni aytib qo'ymasizlar-da, ertaga chiqmaymiz deb. Hozir shuncha zakaz turganda kim qo'yadi endi? Yo, nima qilinglar, chiqing. Aka, sig'ni qarang. Buguncha dam olaveray. Bo'pti, dam olib turavering. Ha, bugun dam olibdi. Ishda boshlab turardinglarmi o'zing? Yo'q, boshlaganimiz yo'q, 2 kishimiz xolosda. 2 kishimisizlar. Bo'ldi, hozir o'zim ham boraman. Shunday mard ishchilarga yalchimadim-da. Aka, yana 2 ta sog'orasiz, 2 ta. Yana 2 ta? Ha. Bo'l. Bo'l, Xonjon, ketdi obedga. Hormela, oqqush beton zavod shumi? Ha, shat, tilla. Sardor, sinfdosh. Tuzamalar, nima qilib yuribdilar? Bir qurilish boshlig'ida beton kerak edi. O'zing nima qilib yuribsan? Sekin tirikchiligimiz shatda. Qanaqa beton kerak edi? Plita kerakmi, suyuq beton kerakmi? Ikkovsidan ham kerak. Qanaqa markalari bor? Bizda plitalarimiz 2 metrdan 7-10 metrgacha bor. Plitalarimizga oxirgi markada sementlar ishlatamiz, ham qumini yuvib ishlatamiz. Nega yuvib ishlatiladi? Qumini yuvsa, mana betonni zichligi baquvvat bo'ladi. Qum bo'lsa, yorilib ketish ehtimoli bor. Suyuq betonlarimiz 100 markadan 400 markagacha bor. Qayerga ishlatasan o'zi? 2 etajli do'kon qurib turdim. O'sha yerga kerak edi. Bo'ldi-da. Plitaga ham, suyuq betonga ham o'zimizning mashinalarimiz bor. Dastavka qilib beramiz. Bo'ldi-da bo'lmasa. Mana qara sinfdosh, maktabda a'lochi eding. Nima bu turpoqqa belanib yuribsan? Agar ishing qiyin bo'lsa, do'konimda ish bor. Salqingina kanslerda maza qilib o'tirasan. Nima deysan? Bo'ldi, o'rta. Bir o'ylab ko'r. Rahbaring kim? Tanishtirsang bir narxlar kelishaylik. Rahbar? Yur ofisga kiramiz. Qani rahbaring? Sinfdosh, bu oqqush beton zavod o'zimniki. Rahbar menman. Qo'ysenchi. Qanaqasiga? Rahbar bo'lganda bunaqa kiyinib yurmasding. Bunaqa kiyinishimiz sababi ertalabda 2 ta ishchi mazasi bo'lmasdan ishga chiqmadi. Zakazim ko'p edi. Vaqtida yetkazib olib borib beray deb kiyinib ballaga qarashib yuribman-da. Yo'g'i, noto'g'ri tushunibman. Menda ham shu holat. Ishchilar chiqmasa savdoda o'zim turaman. Bir xil ekanmiz. Sinfdosh ishni boshlaver. Plita deysanmi, suyuq beton deysanmi, o'zim yetkazib olib borib beraman. Bugun kechga choyxonaga joy aytib beraman, bir o'tiramiz. Bo'ldi-da, sinfdosh.